Ya'ni musulmon odam jamoatchi odam bo'ladi. Jamiyatning ichida yuradi. Jamiyatga foydasi tegadi. Chunki dinimiz mana shu narsaga buyuradi. Ammo ayrim holatlarda ana shu odamlardan ozgina uzoq bo'lishlik kerak bo'ladi. Bu uzoq bo'lishlik uzlat deyiladi. Ya'ni shar'iy uzlat bor. Shariat ruxsat bergan uzlat bor. Sunnatga muvofiq bo'lgan uzlat bor. Bu shunaqa uzlatki, u seni yomonlikdan va mana shu yomonlik ahllaridan uzoq qiladi. Seni bekorchilardan, sassavotavozlardan uzoq qiladi. Bu shar'iy uzlat seni fikringni joyiga keltiradi. Shar'iy uzlatda bo'lsang, aql hushing o'zingda bo'ladi, xotiring jam bo'ladi, gunohlardan tiyilasan. Mana boshida aytdik, musulmon odam alohida bir ajrab chiqa olmaydi bir chekkaga. Jamiyatning ichida yurishligi kerak. Jamiyatning to'laqonli a'zosi bo'ladi. Jamiyatning to'laqonli a'zosi bo'lganda ham eng zo'r a'zosi bo'ladi. Hamma ishda peshqadam bo'ladi, odamlarga ibrat bo'ladi. Ammo ba'zi o'rinlarda uyingda o'tirganing yaxshi bo'ladi. Sen mana shu uzlatda o'tiradigan bo'lsang, zehning hikmat durdonalar bilan ziynatlanadi, ko'zing ma'rifat bog'ida yayraydi. Uyingda o'tirsang, kitob o'qishga fursat bo'ladi, ma'viza tinglashga, o'zingni ustingda ishlashga imkon bo'ladi. Bitta sharti bilan, agar telefon o'ynab o'tirmasang. O'zi hozir hamma shar'iy uzlat emas, shu johiliy uzlatda hamma o'zini uzlatida. Ko'chada ketaysa ham mana shu, avtobusda ketaysa ham telefonga qarab o'tirgan, yurib ketaysa ham shu, avtonomkada tursa ham telefonga qarab turadi. Uzlat mana shu ham. Lekin bu shar'iy uzlat emas, birodarlar. Shuning uchun seni yaxshilikdan, itoatdan to'sadigan ishlardan qochishliging sen uchun qimmatli davo, dori bo'ladi. Mana shu qalb tabiblari, psixologlar mana shu narsani tajribadan o'tkazishgan va katta bir yutuqlarga erishgan. Bugungi mavzuyimiz uying sig'dirsin. Uyda o'tira olmaydigan odamlar bor. Bekar bo'lsa ham ko'chaga chiqib ketish kerak. Bekar bo'lsa ham uyda o'tirmaslik kerak. Bozorlarda yuradi. Subhanalloh, bozorda yuradi-ya. Shaytonning masjidimidi bozor? Hozir qo'lingizga ko'taringlar desam, chiqadi 5-10 ta odam shu mingtadan. Bozorda yursa yayraydi, uni ko'radi, buni ko'radi. O'zi hech narsa olmaydi, ishi yo'q. Prosta aylanib yuradi. Birodarim, agar sen ko'chaga chiqishing juda ham zarur bo'lsa, odamlarga aralashmasang iloji bo'lmasa, ishing bo'lsa chiq. Ammo juda ham zarur bo'lmasa, zarurat bo'lmaydigan bo'lsa, uyingda o'tir. Shunda bilasanmi, senga nimalar bor? Birinchidan, g'iybatdan salomat bo'lasan. Chunki yo sen g'iybat qilasan odamlar bilan tursang, yo yoningdagilar g'iybat qiladi, sen unga guvoh bo'lasan. G'iybat qanaqa gunoh ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz. To'g'rimi? Majlislarning ziynati g'iybat bo'lib qolgan. G'iybat bo'lmasa majlisga ham o'xshamaydi. Ikkinchidan, uyingda o'tirsang, riyodan salomat bo'lasan. Sen ko'chaga chiqib yurarkansan, senga yoqqan odam bor, yoqmagan odam bor, halilar bilan o'tirasan, haligi senga yoqmagan odamlarga qarab xuddi unga bir senga yoqayotganda kulib qaraysan. Ular ham seni ko'rganda g'ash keladigan bo'lsa, ular ham kulib qaraydi. Xullas, 200lamachilik. Til yog'lamalik. Ko'rgani ko'zing yo'q. Lekin kelganda aka bo'lmasa sog'intirib yordingiz desan. Yolg'onda bu. Ketgandan keyin Xudo shukr ketdi-ya. Uyingda o'tirsang shu barodan omondasan. Agar shunga o'xshagan odamlar atrofingda ko'payib ketadigan bo'lsa, ko'chaga chiqsang shunaqa odamga duch keladigan bo'lsang, uyingda o'tir. Uchinchidan, axloqi buzuq odamga ro'bara kelib qolsang, uni ozoridan omondasan. So'kinadi, bir gunoh ma'siyat ish qiladi, ko'rasan ta'bing xir bo'ladi. To'rtinchidan, tarafkashlik balosidan omondasan. Nima degani bu? Odamlarni ichida turar ekansan, odamlar bir narsani ustida tolashadi. Ono yaxshi, mono yomon. Ono oq, mo qora. Mono haq, mono nohaq. Mono aqidasi to'g'ri, mono aqidasi noto'g'ri. Shunda sen o'tirib, ikkala tarafdan bittasida bo'lishing kerak. Senga kerak emas bo'lmasan bu masalaga kirishlik, tortishlik. Ammo o'tirganda to'g'rimi oshna aytib qo'ying deydi. Gapirib turib. Yo'q desangiz, ko'yna bo'lib qoladi, ha desangiz gapi noto'g'ri. Tushunarli birodarlar, uyimizda o'tiraylik agar zarur ishimiz bo'lmasa. Saodatning sabablaridan bittasi shu. 5-dan, odamlarning hasad ginalaridan omon bo'lasan. Ko'chaga kamroq chiq, fazilatlaringni ko'z-ko'z qilaverma,
Odamlardan uzoq bo'l, salomat bo'lasan. 6-dan. Sen odamlardan ta'ma qilmaysan. Odamlar ham sendan ta'ma qilmaydi. Ta'ma nima edi? Haq nima edi? Haq bu sen olishlikka haqdor bo'lgan narsa. Ta'ma olishlikka haqqing yo'q, lekin umid qilib turibsan. 7-dan. Johil, tentek, beadabli odamlar bor. Ana shularda qiliqlarni ko'rgan paytingda asabing buzilmaydi. Ishing bo'lmasa, mashina minib chiqmasang ko'chaga, nerving o'lmaydi. Chunki hozirgi yangi bir shopirlarni, yangi avlodni mashina minishiga qarab turib, eski shopirlar, eski avlod asabing o'lmay iloji yo'q. To'g'rimi? O'shuncha uyingda o'tir. Benzin ekonom bo'ladi. Ekologiya ekonom bo'ladi. Nima kerak bor maza bemaza ko'chada yurishda? Xullas, juda ham zarur emasmi? Uyingda o'tir. Uying sig'dirsin. Saodatning sabablaridan yana bittasi uying seni sig'dirsin. Bekarchilikdan, bema'nigarchilikdan uzoq bo'lish haqida o'ylan. Allohdan qo'rqish bilan, doim uni zikri bilan, doim unga duo qilish bilan ovora bo'l. Endi odamlarga aralashishlik qachon to'g'ri bo'ladi? Hammamizga ma'lum. Qachon odamlar orasida aralashib yurishlik maqtovli bo'ladi? Namozga chiqsang, masjidga borsang, ilm majlislarida yig'ilsang, savobli amallar bilan mashg'ul bo'lsang, jamiyatga foydang tegsa, amr ma'ruf nahy munkar bo'ladigan bo'lsa, bu aralashishliging yaxshi aralashishlik deyiladi. Yana bekorchi yig'ilishlardan, bema'ni to'plashlardan ham birodar uzoq bo'l. Maqtanadi. Bir haftada 4 ta oshim bor deydi. Eng kamida 3 ta oshi borlar, qo'l ko'tarib qo'yamiz. Uyatasizlar-a? Bora. Aytingchi, nechtasi zaril shuni? Maqtanadi. 4 ta oshga boraman deydi. Mahalla jo'ralar, qarindoshlar, kollegalar, bozordagilar, o'zimni bo'ydoq jo'ralarim. Endi nima qilay endi? Biri qosh, biri ko'z, biriga bormasa, ikkinchisiga bormasang xafa bo'ladi-da. Birini qoldirib biriga borsang o'pkalaydi-da. Yana hammasida to'kis dasturxon. Yeyish, ish o'shuncha. Endi birodar, sen semirmay. Meni qo'yim semirsinmi? Savolda shu odamga, mana shu majlislarga borishlik senga juda ham zarilmi? Juda ham zarilmi? O'sha jo'ralar bilan, qo'shnilar bilan jumada ko'rishsa ham bo'ladimi? Ha? Endi shu odamga savolda, bir haftada nechta bir diniy ta'lim oladigan darsxonaga borasan? Haftasiga necha marta sport bilan shug'ullanasan? Mana bu foydali aralashishdir. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Chunki biz aytayotgan ilm majlisi bilan sport bilan shug'ullanishlik havoyi nafsiga yoqmaydi-da. Doim ulfatchilikda. Qanaqa odam deb qo'yadi bir odamda? Chiroyli termini bor-ku. Qanaqa? Shinavanda, ha, bilasiz ekan-a. O shinavanda odamda deyman, shu dedi, 4 tasi bo'lsa ham 600 gram qilib bo'lsa ham osh yeyishadi deydi. Shinavanda odamlar deydi. Voy, ta'rif qarang. Shinavanda bo'lgin kelib ketadi, hali gapni eshitib turib. Birodar, bunaqa yig'inlardan qoch. Xatolaring uchun yig'la, tilingni tiy, uying seni sig'dirsin. Ha, uyda o'tirish ham oson emas. Buchi haligi ish yo'qligidan, pul yo'qligidan, siqilganidan o'tirish emas. Ko'chadagi ishini qilib, hayoti uchun kerak bo'lgan, maishat uchun kerak bo'lgan hamma ishni qilib qo'yib, bekorchi vaqtni ko'chada o'tkazmaslik haqida gapiryapmiz. Endi hamma yo'g'ing o'rnida bo'lib turib, bekorchi vaqtda ko'chada yurib uyda o'tirishlik ham oson emas. Kimga oson emas, bilasizmi? Uyda o'tirish kimga oson emas? Ana shu maza bemaza o'tirishlarga o'rganib qolganlarga, shinavandalarga, qalbi mana shu lag'u behuda so'zlarga o'rganib qolgan odamga uyda o'tira olmaydi. Bir hoji akamiz aytib bergan edi. Bu keyingi darslarda aytishim kerak, aytib qo'yaman. 70 dan o'tgan yoshi deydi. Ko'chada do'koni bor shu hoji akamiz o'tirsak, o'tiradi deydi kelib peshingacha. Peshinga 10 minut qolganda sekin turadi, yo'qib qoladi deydi. Biz namozni o'qib qaytib kelsak, turgan bo'ladi deydi. 70 dan o'tgan odam. Shinavandada uyda o'tira olmaydi. Ko'chada gaplashib o'tirgani toqati bor, lekin namozga ozadigan paytda 5 minut yo'qib qoladi burun deydi. Namoz o'qib chiqsa o'tirgan bo'ladi deydi. Shunaqa ulfatlardan qochishlik kerak.
Bir kishi do'stiga aytayapti. Qanday qilib uyda o'tirasan? Qanday yolg'izlikka chidaysan? Qanday yolg'izlikka chidaysan desa, do'sti javob beryapti. Diqqat qilinglar. Yoshligimda bundan ham qiyin narsaga sabr qila olardim. Nima edi u? Odamlar orasida o'tirardim, gapirmay sukut saqlardim. Bormi? Mana shu jim o'tirishlik ham, kam gapirishlik ham Alloh taoloning bergan bir tabiatida. Kimdir tabiatan sergap bo'ladi. Tinmay gapirib turadi. Endi kimdir tabiatan kam gap bo'ladi, jim o'tiradi. Osh o'tib ketadi, dars o'tib ketadi, indamay o'tiradi. Endi sergap odamni jim o'tirishi bilan kam gap odamni jim o'tirishida ajr bir xil bo'ladimi? Bir xil bo'lmaydi. Endi sizga Alloh qanaqa tabiat berdi, birodar? Jim o'tirishligingizda ajri shunga yarasha bo'ladi. Ibn Sirin aytadi: Al-uzlatu ibadatun. Uzlat ibodatdir. Yolg'iz o'tirish, zarurat bo'lmaganda ko'chaga chiqmasdan, savobli ishlarga bo'lmasa uyda o'tirib, uzlatda o'tirgan odam ibodat qilayotgan bo'ladi. Oriflardan biri aytadiki, hikmat 10 qismdan iborat. Hikmat 10 qismdan iborat. 9 tasi sukutda, bittasi uzlatda. Tushunarlimi? Salomatlik, hikmat, ilm, ma'rifat 10 ta narsada. 9 tasi jim o'tirishda, bittasi uzlatda. Yomonlar bilan birga bo'lish, ularga aralashib qolish, bu o'zing qatl qilish degani. Ularga qo'shilish, bunaqa odamlarga qo'shilish, naq xatarni o'zi. Xotirjamliging bilan nafsingni behalovat qilishini naqd o'zi. Agar mishmishchilar, fitna tarqatib yuradiganlar bilan birga bo'lib qoladigan bo'lsang, ajaling yetmasdan turib 7 kun burun o'lasan. Astagfirullah. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Agar ular sizlarning orangizlarda chiqqanida ham sizlarga ortiqcha ziyon bo'lgan bo'lar edi. O'sha majlisga borishingdan senga foyda yo'qmi? Na dining, na oxiratingga bormay qo'yaver. Odamlarning orasida bo'lish uchun, ularga yoqish uchun tabiatingga teskari bo'lgan, o'zingga yoqmaydigan ishlarni qilib, boshqalarni rozi qilganingdan ko'ra uyingda o'tirganing yaxshi. Ma'qulmi? Yolg'iz qolmasang, birodar, hech qachon o'zingni fikringni eshitmaysan, o'zingni ovozingni eshitmaysan. Al-wihdatu khayrun min rafiqis su. Yomon ulfatdan ko'ra yolg'iz o'tirishlik afzal bo'ladi. Yomon ulfatga qo'shilgandan ko'ra yolg'iz o'tirishlik afzal bo'ladi. Xullas, birodar, sendan yagona talabimiz shuki, ishingni qarab qil, qadamingni o'ylab bos. Agar yaxshilik bo'lmasa ko'chaga chiqishing, uyingda o'tir. Ammo qilmoqchi bo'lgan ishing savobli bo'lsa, xayrli bo'lsa, bu boshqa narsa, unda odamlarga aralashaver. Shunday qilsang, qalbing o'zingga qaytadi, vaqting isrof bo'lmaydi, umring zoyi ketmaydi. Shunday qilsang, tiling g'iybatga, qalbing isrofga kirmaydi. Quloqlaring bema'ni gapga to'lmaydi, qalbing yomon gumonlar bilan band bo'lmaydi. Kim bularda sinab ko'rsa biladi haqiqatligini. O'zini xom hayollar otiga mindirganlar bor. Bekorchilikda o'zlariga hunar qilib olgan odamlar. O'tirib, odamlarni muhokama qilishda kasb qilganlar bor. Bunaqalar bilan xayrlashib qo'yaver. Bunaqalar yomon suhbatdosh deyiladi. Payg'ambarimiz bilasizlarmi? Yaxshi hamsuhbat bilan yomon hamsuhbatni nimaga o'xshatganlar? Yaxshi hamsuhbat xuddi mushka ambar atir sotib yuradigan attorga o'xshaydi deydilar. Ko'tarib o'tib ketayotganda bir odam sotib olib foydalanadi, bir odam sotib olmasam hididan foydalanadi. U maza qilasiz. Yaxshi hamsuhbat mana shu mushk sotadigan odamga o'xshaydi. Endi yomon hamsuhbatchi temirchini bosqoniga dam uradigan odamga o'xshaydi. Oldiga kelsang, yo kiyimingni kuydiradi, yo kiyimingni kuydirmasa burningga ana tutunda sassig'i tegadi. Bundaylar, birodarlar, nafsni, xohishni, istaklarga mukkasidan ketgan pastkash kimsalar bo'ladi. Bunaqalar Allohning so'zini aytsangiz eshitmaydi. Qo'y deydi. Bularga bir Allohni eslatsang, qiyomatni eslatsang, savob gunohni gapirsang, hazilga oladi, masxaraga oladi. Alloh taolo nima deydi bunaqalar haqida? Astagfirullah. Fala taqudu ma'hum hatta yahudu fi hadithin g'ayri innakum idha mithluhum.
Bunaqa odamlar bilan birga o'tirmanglar. To boshqa gapga o'tmagunlaricha unday kimsalar bilan birga o'tirmanglar. Modomiki shunaqa nojo'ya gapni gapirsa ham birga o'tiribsizlarmi? Demak, sizlar ham shak shubhasiz ularning o'zisiz. Ya'ni gunohda bir xilsiz. Xulosa, birodar, uying seni sig'dirsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh. Bundan yaxshiroq narsani beradi. Alloh hech qachon qarzdor bo'lib qolmaydi. O'zi sendan olib qo'yilgan shu narsani kim beradi senga o'zi? Alloh beradimi? Ha? Xotirjam bo'l. Olib qo'ydimi? Demak, o'rniga bir narsa beradi. Bu bilan seni sinamoqchi Alloh. Faqat sen mana shu boshingga kelgan makruh ishga rozi bo'l, shukr keltir va savob umid qil. Shunda undan yaxshisini olasan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana hadis qudusiyda Robbisidan rivoyat qilib aytadi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Man akhadtu habibatayhi fa sabara awwadtuhu minhumal janna." Qaysi bir bandadan ikki habibasini olib qo'ysam, ikkita ko'zini olib qo'ysam, ya'ni ko'r qilib qo'ysam, bas sabr qilsa, u ikkisining o'rniga jannatni evaz qilib beraman. Ya Alloh, bu ko'zni o'zi beruvdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldiga bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, duo qiling, ikkala ko'zim ochilsin." Ko'r odam edi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Xohlasang duo qilaman, ochiladi. Xohlasang sabr qilasan, jannat seniki bo'ladi" dedi. Haligi odam ikkinchisini tanladi. Faraz qiling, agar ko'zim ochilsin deb duo qilganda nima bo'lardi? 60 yil yashardi, 70 yil yashardi, o'lar edi. Lekin jannatni kafolati bo'larmidi? Demak, Alloh taolo siz bilan bizdan bizga yoqqan bir narsani olib qo'ysa, bizga yoqmaydigan bir narsani berib qo'ysa, bilingki, bu siz bilan biz uchun Alloh taoloning in'omi. Agar rozi bo'lsak, shukr keltirsak, savob umid qilsak. Yana Alloh azza va jalla aytadi hadis qudusiyda: "Man salabtu safiyahu min ahli dunya." Qaysi bir bandadan uning shu dunyodagi do'stini olib qo'ysam, yaqin do'sti vafot etdi. Alloh olib qo'ydi. Thumma ihtasaba awwadtuhu minal janna. Mana shu yaqin do'stidan ajraganligi uchun Allohdan savob umid qiladigan bo'lsa, Alloh unga mana shu do'stining evaziga jannatni beradi. Robbimizning mehribonligini ko'ryapsizlarmi? Ey Xudo, men senga nima yozuvdim? Ey Xudo, qaysi qilgan gunohim uchun? Akalar, bu kufrona so'zlar. Bu kufrga olib borib qo'yadigan so'zlar, ehtiyot bo'lishlik kerak. Gohida Alloh bir bandani ana shu ko'zini, qalbini quvonchi bo'lgan farzandini olib qo'yadi. Musibatmi? Musibat. Shunda Alloh taolo farishtalarga aytadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va idza mata waladul abdi." Agar bir bandaning farzandi vafot etsa, qolallohu azza va jalla lil malaikati. Alloh azza va jalla malaikalarga aytadi: "Qabatum walada abdi." Malaikalarga meni bandamni bolasini qabz qildinglarmi? Fayaquluna na'am, ular ha deyishadi. Fayaqulu qabattum samarata fuadihi. Uni dilini, mevasini qabz qildinglarmi? Ular ha deydi. Fayaqulu madha qala abdi. Bandam nima dedi? Farishtalar aytadi: "Hamidaka wastarja'a." Senga hamd aytdi va istirjo qildi. "Inna lillahi va inna ilayhi rojiun" dedi. Fayaqulullohu azza va jalla: "Ubnu li abdi baytan fil janna va sammuhu baytal hamd." Bandamga jannatda bir uy bino qilinglar va uni hamd uyi deb nomlanglar dedi. Termiziy rivoyat. Ko'zini olib qo'ysa, Alloh jannatni beryapti. Dunyodagi yaqin do'stini olib qo'ysa, Alloh o'rniga evaz qilib jannatni beryapti va ko'zini quvonchi, qalbini chechagi bo'lgan farzandini Alloh jonini olib qo'yganda, banda alhamdulillah, Allohning qazosi, inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb rozi bo'lsa, sabr qilsa, savob umid qilsa, jannat evaz qilib berilyapti, birodarlar. Xo'p, bu yerda ko'zi yo'qoldi bittasini. Bittasini yaqin do'sti yo'qoldi, bittasini farzandi yo'qoldi. Endi undan yangiroq musibatlar bor. Innalloha azza va jalla yaqul: "Idza batalaytu 'abda min 'ibadi mu'minan fahamidani 'ala ma batalaytuhu fa innahu min marja'ihi ka yawmi waladatu ummuhu min al-khotaya." Alloh azza va jalla aytadi: "Agar
mo'min holdagi bandalarimdan birini kasallikka mubtalo qilsam, musulmon bandamni kasallikka mubtalo qilsam, u men bergan mana shu kasalga shukr qilsa dardga, modomiki to'shagida bo'lar ekan, xatoliklaridan onasi tuqqan kunidagidek bo'lib turadi deyapti. Tushunyapsizmi? Sizga yetgan kasal, siz agar bunga bu musibat sizga dard berdi, sog'ligingizni olib qo'ydi, uni evaziga nima deyapti? Gunohlaringni kafforat qilaman deyapti. Bir narsangizni olsanglar, Alloh uniga bir narsa beradi. Iymoningiz komil bo'lsin, birodar. Yana davom etadi Alloh taolo. Ana qayyatu abdi hada. Men bandamni bunga bog'lab qo'ydim, ya'ni to'shakka bog'lab qo'ydi. O'rnidan tura olmaydigan dard berib qo'ydi. Bir odam Alloh taolo dard berdida yotib qoldi. O'rnidan tura olmaydi, qimilla olmaydi, to'shagi mixlanib qoldi. Mubtalo bo'ldi. Endi Alloh taolo aytayapti farishtalarga, mana shu bandam sog'lom bo'lgan paytda unga qanaqa ajr savoblar yozib qo'ygan edim, hammasini beringlar deydi. Gunoh qilmaydi, yotibdi, savob qila olmaydi ham yotibdi. Lekin mana shu kuniga rozi bo'lganligi uchun, Alloh uni sog'ligini olib qo'yganligi uchun evaz qilib, sog' bo'lib yurganda qanaqa savob qilishi mumkin edi? Shularni hammasini berib qo'ying deyapti. Birodar, xotirjam bo'l. Robbing sendan bir narsani olib qo'ygan bo'lsa, uni o'rniga undan yaxshiroq narsani beradi. Bu bizning e'tiqodimiz. Shuning uchun ustingga kelgan musibatga afsus chekma. Mana shu musibatni taqdir qilgan zot Alloh azza va jallaning huzurida birodar ajr bor, jannat bor. Endi mana shu ustingga kelgan musibat seni qo'lingdan bir yaxshilikni ketishligi, shu musibat seni Alloh deyishga undadimi? Robbim deyishga chaqirdimi? Demak, bu seni foydangga bo'ldi. Chunki birodarlar, ayrim odamlar ustiga musibat kelsa yoki bir yaxshiligidan ajrab qolsa, pulidan ajrasa, bolasidan ajrasa, sog'ligidan ajrasa, bu musibat uni Allohga yaqin qilmasdan uzoq qilib yuborishi ham mumkin-da. To'g'rimi? O'shuning uchun kasal ko'rgani borgan paytda bir odam Alloh sabr bersin, inshaalloh gunohlarga kafforat, Alloh taolo bundan kattaroq xayriyatlarni beradi, deyish kerak, ko'nglini ko'tarib ketish kerak. Imom Tabaroniy rahimahulloh Mo'jamul Sag'irda 3 kun kasal bo'lib yotishlik, gunohlardan tozalanishlik, onadan yangi tug'ilganday bo'lib oyoqqa turishlikka sabab bo'ladi ma'nosida quyidagi hadisni keltiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iza marizal abdu thalathata ayyam." Agar bir banda 3 kun bemor bo'lsa, kasal bo'lsa, kharaja min zunubihi kayawmi waladathu ummuhu. 3 kun kasal bo'lib yotsa, xuddi gunohlaridan onasidan tug'ilgan kundek pok bo'lib chiqadi. Gunohlaridan onasidan tug'ilgan kundagidek pok bo'lib chiqadi. 3 kun oromingizni olib qo'ydi-da Alloh taolo. 3 kun tinchligingizni, 3 kun sog'ligingizni olib qo'ydi-da. Uxlab olmadingiz, qiylandingiz, bezovta oldingizmi? O'rniga Alloh taolo nima beryapti? Kafforatni beryapti gunohlaringizga. Shuning uchun musibatlarga yo'liqqan, balo ofatlarga uchragan o'zining avliyolarini Alloh subhanahu va taolo Firdavs jannatida ikrom qiladi. Astagfirullah. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Jannatga kirganlarida ularga aytilinadi: sabr toqat qilib o'tganlaringiz sababli endi bu jannatlarda sizlarga tinchlik, osoyishtalik bo'lgan. Sabr qilganinglar uchun. Shu'abul Iymondan keltiriladi: Man marida laylatan, kim bir kecha bemor bo'lsa, fasabara va radiya biha anillah, bir kecha kasal bo'ldi, sabr qildi va rozi bo'lsa Alloh taolodan, kharaja min zunubihi kayawmi waladathu ummuhu. Gunohlaridan xuddi onasi tuqqan kunidek pok bo'lib chiqadi. Ikkala ko'zini olib qo'ysa, rozi bo'lsa, shukr keltirsa, savob umid qilsa, jannat bor. Yaqin do'stini olib qo'ysa, sabr qilsa, rozi bo'lsa, shukr keltirsa, jannat bor. Bolasini olib qo'ysa, sabr qilsa, shukr keltirsa, rozi bo'lsa, jannat bor. Hatto sog'ligini olib qo'ysa, enasidan tug'ilgandek pokiza bo'lib chiqadi, deyapti. Demak, Alloh taolo bir dard berganda mo'min bandasiga unga yaxshilikni beribdi-da. Biz ustimizga kelayotgan makruh narsalar, mana shu musibatlarning evaziga ustimizga keladigan boshqa bir yaxshiliklarga qarashimiz kerak. Astagfirullah.
Allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi rojiun. U shunday bir Allohning solih bandalariki, ularning ustilariga musibat kelganida nima deyshadi? Inna lillah. Albatta biz Allohning mulkimiz va inna ilayhi rojiun. Va albatta Allohning huzuriga qaytib boramiz deydi. Endi Alloh aytayapti ular haqida. Ulayka alayhim salavatun min robbihim va rahma. Ana o'shalarga Parvardigori tomonidan salovat, mag'firat va rahmat bor. Va ulayka humul muhtadun. Va ana o'shalar to'g'ri yo'lni topgan kishilar. Ma'qulmi? Alloh sendan bir narsani olib qo'ydimi? Rozi bo'l. Shukr keltir. Savob umid qil, Alloh undan yaxshiroq narsani beradi. Shuning uchun musibatga uchraganlarga tabriklar bo'lsin. Agar iymonida sabr, rozi, shokir holda tursa, balo ofatlarga duch kelganlarga bu bashorat muborak bo'lsin. Agar rozi bo'lsa, shukr keltirsa, savob umid qilsa. Chunki bu dunyo umri qisqa, birodarlar. Uni xazinasi ham, huzur halovati ham past. Oxirat ham yaxshiroq, ham boqiyroq. Kim bu dunyoda bir musibatga uchrasa, agar biz aytgandek rozi bo'lsa, shukr keltirsa, sabr bo'lsa, albatta mukofotini oladi. Kim bu dunyoda mashaqqat cheksa, u dunyoda albatta rohatni topadi. Ammo mana shu haqiqatdan uzoq bo'lgan, faqatgina dunyodagi hayotni o'ylagan, oxiratda esdan chiqargan, dunyoga oshiq bo'lganlar, dunyoga suyanganlar. Bular dunyodan nasibasi tugab, undan rohatlari uzilib to'xtab qolishi ularga og'ir bo'ladi. Ularning qalbiga qattiq botadi. Nima uchun? Chunki oxiratdan umidi yo'q bularning. Oxiratdan umidi yo'q. Shuning uchun musibati katta bo'ladi, qiyinchiligi ulkan bo'ladi. Nima uchun? Ular rozi bo'lmadi, shukr keltirmadi, savob umid qilmadi. Ey Xudo, qasd qilgan gunohim uchun dedi bular. Ey Xudo, men senga nima yozuvdim deydi. Chunki bunaqa odamlar faqat oyog'ini tayini o'ylaydi. Faqatgina o'tkinchi, arzon, past bo'lgan shu dunyodan boshqa narsani ko'rishmaydi. Shuning uchun boshiga musibat kelgan, biror narsasini yo'qotgan inson aniq bilsin. Evaz Allohdan. Evaz Allohdan. Alloh bir narsani oldimi, undan ko'ra yaxshiroq narsani senga beradi. Musibatga uchragan birodarim, qaraganda natija qanday bo'ldi. Faduriba baynahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma va zohiruhu min qibalihi al'azab. So'ng ular bilan mo'minlarning o'rtasiga darvozali bir devor urilurki, uning ichida rahmat, jannat, tashqarisida, oldida esa azob, do'zax bo'lur. Allohning huzuridagi narsa ham yaxshiroq, ham boqiyroq, ham buyuk, ham oliyroq. Birodar, Robbing senga yoqadigan biror narsani olib qo'ysa, aniq ishonginki, o'rniga Alloh undan ko'ra yaxshiroq narsani beradi. Agar rozi bo'lsang, shukr keltirsang, savob umid qilsang. Saodatning 15-sababi evaz Alloh. Muflis degani nima degani edi? Muflis degani bankrot degani, hech narsasi yo'q odam degani. Bundaylar dunyoda yasharkan doimiy suratda hayotdan norozi bo'ladi. Doim g'azablangan bo'ladi, baxtsiz bo'ladi, doim xorlikda bo'ladi. Hayotidan doim shikoyat qiladi. Chunki ular iymondan yuz o'girishgan. Iymoni bor odam hayotidan shikoyat qilmaydi. Chunki unga shu kunni bergan Alloh subhanahu va taolo taqdirga yozgan ish bo'lyapti. Mo'min odam qazoy qadarga rozi bo'ladi. Alloh berdimi shu kunni, alhamdulillah deydi. Mana shu iymoni kuniga rozi bo'lishlikka sabab bo'ladi, roziligi esa uni baxtli bo'lishiga sabab bo'ladi. Birodarlar, baxt bu insonning o'zini hayotidan roziligi. Baxt kuningizdan rozi bo'lishligingiz. Alloh azza va jalla mana shu iymondan yuz o'girganlar haqida nima deydi? Astagfirullah. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Mana shu qonun hayotda ishlaydigan. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, albatta u uchun tang, baxtsiz hayot bo'lur. Bu qonun. Eslatmamdan yuz o'girsa, donka degani torlik degani, tanglik degani. Juda ham bir qattiqlik, qiyinchilik degani. Iymondan yuz o'girgan insonning hayoti shunaqa bo'ladi, garchi dunyosi juda ham katta bo'lsa ham.
Garchi qo'lida shuncha katta bir moli davlat bo'lsa ham, iymon bo'lmaydigan bo'lsa, bu insonda hayoti tang bo'lishligini Alloh taolo aytayapti. Birodarlar, eslatmadan yuz o'girgan odam albatta tang hayot bilan kun kechiradi, baxtsiz bo'ladi. Buni Alloh subhanahu va taoloning o'zi aytayapti. Eslatma bu din, eslatma bu iymon, eslatma bu hidoyat. Bu qonun. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas uning uchun tang hayot bo'lar. Ko'p qaytaramiz bu oyatda. Yodlab olinglar. Odam alayhissalom jannatdan yerga tushdi, qilgan xatosi tufayli. So'ngra Alloh taolo nima dedi? Faman tabi'a hudaya fala yadhillu va la yashqa. Yerga tushdi odam alayhissalom o'zining ayoli Havvona bilan, iblis ham tushdi. Mana bir-biriga dushman bo'lib tushdi. Endi Alloh hukmini aytdi. Bas mening hidoyatimga kim ergashsa, mana shu odam yo'ldan ozmaydi, baxtsiz bo'lmaydi. Qaranglarda, kimning baxtli bo'lishligi odam alayhissalom yerga tushgan paytda aytib qo'yilgan formulasi. Kim meni hidoyatimga ergashsa, adashmaydi va baxtsiz bo'lmaydi. Baxt bu hidoyat. Haqiqiy hayot bu iymon, birodarlar. Kishi mana shu Alloh taoloning dinidan, hidoyatidan qanchalar uzoqlashsa, qancha uzoq bo'lib ketsa, uni baxtsizligi ham shuncha kuchayib boraveradi. Xuddi yonib turgan bir o'tni oldiga kelgan sari issig'i tegadi, uzoqlashganingiz sari u issiq, yorug' sizdan uzoq bo'lib, qorong'ida, sovuqda qolib ketganingizdek, hidoyatdan qancha uzoq bo'lsangiz, baxtsizligingiz shuncha kattayib boradi. Endi umuman Allohni tan olmaydiganlarning ahvolini tasavvur qilib ko'ringlar. Allohning zikridan yuz o'girish, Allohning eslatmasidan, dinidan yuz o'girishlik. Birodarlar, buni ham bir ko'rinishlari bo'ladi. Kimdir umuman dinni esdan chiqargan bo'ladi. Umuman hidoyat bilan ishi kori yo'q, mutlaq unutgan. Endi buning baxtsizligi, shaqovati shunga yarasha bo'ladi. Yana kimdir dindan unchalik uzoqlashmagan. Aqidasini biladi, Allohning yakkaligini biladi. Qiyomatda hisob kitob borligini biladi, ammo shariatning hukmlariga beparvo. Namoz o'qimaydi, roza tutmaydi, yolg'onni ko'p gapiradi. Endi buning shaqovati shunga yarasha. Qonun. Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, bas albatta u uchun tang baxtsiz hayot bo'lar. Atrofimizdagi odamlarga bir qaraylik-da, o'zini musulmonman deyotgan, kalima go'yman deyotgan, ahli qiblaman deyotgan odamlar. Ularni kuzatsak nimaga guvoh bo'lamiz? Ana shu birodarlarimiz ham baxtli bo'laman deb yurishibdi, nimalardir qilyapti. To'g'rimi? Dunyo matosi ko'p bo'lsa, pulim ko'p bo'lsa, baxtli bo'laman deb o'ylayapti. Aksar odamlarning kallasidagi tushuncha shunaqa. Uni baxtli bo'lishligi nimaga bog'liq? Faqat pulga bog'liq. Shu tasavvur to'g'rimi? Shu tushuncha qayerdan kelib qoldi bizga? Robbimiz Alloh azza va jalla Odam alayhisalom yerga tushirib, meni hidoyatim keladi, kim ushasa adashmaydi, baxtli bo'ladi, baxtsiz bo'lmaydi deb turgan bo'lsa. Qarangda, Alloh taolo meni eslatmamdan yuz o'girganni hayoti tang bo'ladi deyapti. Bu deganichi, albatta kasal bo'ladi, albatta kambag'al bo'ladi, dunyosi qo'lida bo'lmaydi degani emas. Inson sog' bo'lib turib, qo'lida millionlari bo'lib turib ham tang hayot kechirishi mumkin. Ma'qulmi? Ha, buni muqobilida ikkinchi oyat bor. Man amila solihan min zakarin aw unsa. Erkakmi, ayolmi, mo'min bo'lgan holida solih amal qilsa, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba deydi Alloh. Biz unga pokiza hayotni beramiz deydi. Endi pokiza hayot degani albatta boy bo'ladi, sog'lom bo'ladi, sefarzand bo'ladi emas. Kambag'al bo'lib turib ham pokiza hayot kechirishi mumkin inson. Farzandi yo'q bo'lib ham pokiza hayot kechirishi mumkin. Mana shu dunyo matohi qo'lida bo'lmay turib ham inson saodatli yashashi mumkin. Qachon? Allohni eslatmasdan yuz o'girmagan bo'lsa. Shuning uchun bugungi darsimizning mavzusi hayot nima ekan? Iymon ekan. Iymon bu hayot degani. Mo'min kishi bunaqa torlikda yashamaydi. Chunki Rob bizga iymon keltirgan bo'ladi, qalbi doim keng bo'ladi. Mana Banu Isroil payg'ambarlar tarixiga murojaat qilamiz. Ana shu 600 ming yoki undan ko'proq bo'lgan yahudiylarni bir necha asrlik qullikdan
Musa alayhissalom yetalab olib chiqib ketdi. Dengizning oldiga borishganida orqa tomondan Fir'avnning qo'shini keldi. Shunda qalbi Allohdan uzoq bo'lgan, iymoni zaif kishilar nima deyishdi? Inna la mudrakun, bo'ldi, yetib kelishdi. Tamom bo'ldik, tugadik deyishdi. Lekin Musa alayhissalom nima dedi? Kalla inna ma'iya robbi sayahdin. Yo'q, Robbim men bilan albatta yo'l ko'rsatadi. Mana shunday tang nochor holatda ham qalbi Allohga suyangan, iymoni komil bo'lgan odam nima deyapti? Robbim men bilan yo'l ko'rsatadi. Shu yerda siqilib saxir bo'lib qolishi mumkin inson. Lekin mo'min nima deydi? Alloh aytgani bo'ladi deydi. Mashhur psixolog olimlardan hisoblangan zamonamizdagi doktor Karl o'zini ruh borasida izlanishdagi zamonaviy inson kitobida shunday deydi. Diqqat qilinglar-da, hozir men faqatgina oyatdan yoki shar'iy ma'nolarda aytgan bo'lsam, mana dunyo odamlari, ana shu musulmon bo'lmagan psixologlarda gapirgan gapini mana o'qib beraman, eshitinglar. Mavzuimiz nima edi bugungi? Iymon hayot demakdir. Hayot bu iymon. Iymoni bor odamma hayot. Iymoni yo'qda hayot emas. Vallazina kafaru yatamatta'una va ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswan lahum. Alloh taolo hayot demayapti ularning hayotini. Vallazina kafaru, kofir bo'lgan insonlar yatamatta'una va ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Xuddi chorva hayvonlari singari yeydi, chorva hayvonlari singari ne'matlanadi, boradigan joy jahannam deyapti. Birodarlar, ularning mashinalarini, dunyoviy maishati hayotini zo'rligini ko'rib turib, mashinada hayoti zo'rda, qara, mana qara, bitta mashinasi chizilib qolsa, sirazi yangi olar ekan. 30 ming yurgan mashinani eski der ekan. Mana hayot deyotganlar iymonli hayot nima ekanligini bilmaydi-da. Ana shu psixolog aytadi. 30 yil davomida qabulimga dunyoning turli taraflaridan odamlar kelishdi. Kuchli psixolog. Yuzlagan bemorlarni davoladim. Ularning ko'pchiligi o'rta yosh, ya'ni 35 dan yuqori edi. Ularning orasida o'z muammosini diniy asosda hal qiladigan bironta ham odam yo'q edi. Hayotida bo'layotgan muammolarni din bilan, iymon bilan hal qiladigan bittasi ham yo'q. Nimaga muammoga keldi bular? Nimaga psixologga kelyapti? Chunki iymoni bo'lganida psixologga bormas edi. Nimaga psixologga borasan, aytchi? Domlaga aka, domla manaqa problem bo'lyapti. Nima tavsiya qiladi shariatimiz? Shariatimiz demanda deyilgan. Alloh taolaning taqdiri, rozi bo'lishing kerak. Shukr keltir, Alloh taolo senga musibatni bir narsani olib qo'ygan bo'lsa, Alloh undan kattani kechagi evaz Allohdan, ana psixologda. Mana endi dunyoda ko'zga ko'ringan psixolog aytayaptiki, ana shu yuzlagan odamlarning aksariyati 35 dan tevada, o'rta yoshdagi, rosa kuch-quvvatga to'lgan payti, ularning ichida birontasi ham yo'q iymon bilan muammosini hal qiladigan. Yana bu psixolog aytadi. Shuni aytish mumkinki, bularning barchasi kasal. Chunki ular din, iymonli insonlarga ato qilgan narsani yo'qotishgan. Haqiqiy iymonni tiklab olmagan kishi aslo shifo topa olmaydi. Haqiqiy iymonni topmagan, tiklamagan odam shifo topa olmaydi deyapti. Bizda bormi haqiqiy iymon? Bizda susayib turadi. Domlalar gapirganda zo'r bo'lib qolamiz. 3-4 kun o'tgandan keyin susayib ketadi. Bu normalniy odamlar shunaqa bo'ladi o'zi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldiga Hanzala roziyallohu anhu bilan Abu Bakr Siddiq kelishgan. Sizni oldingizda boshqacha olamiz, uyimizga borganda boshqacha bo'lib qolamiz deganda payg'ambarimiz aytganlar, "Valakin sa'atan fa sa'atan." Agar meni oldimdagi holat bilan ko'chada yura olganinglarda, iymoni shunday bir cho'qqisiga chiqqan holatda, farishtalar ko'zingizlarga ko'rinar edi va qo'lingizlarga qo'llarni berib ko'rishar edi. Lekin gohida unday, gohida bunday bo'ladi dedi. Demak, psixologning gapini qarang. Inson haqiqiy iymon degan narsaga ega bo'lmasdan turib, shifo topa olmaydi deydi. Oyatni qaytaramiz. Astagfirullah. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas albatta uning uchun tang, baxtsiz hayot bo'lur dunyoda. Va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma.
oxiratda uni ikkala ko'zini ko'r qilib tiriltiramiz deydi. Oyatni o'qiymiz. Sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billah. Allohga sherik qilganlari sababli kofirlarning dillariga qo'rquv solajakmiz. Qarang, Allohga shirk keltirgan, Allohga iymon keltirmagan kofirlarning qalbiga Alloh qo'rquv solib qo'yadi. Doim qo'rquvda. Globalniy потепление qo'rquv. 12 qo'rquv. Yana nima qo'rquvlar bor? Dollarning kursi, koronavirus, yana nimalar bor? Bular doim qo'rqib yashaydi. Mo'min nima deydi? Hasbunalloh va ni'mal vakil deydi. Peshanamizga yozganidan oshchasi bo'lmaydi deydi. Ishonib aytyapsanmi faqat shu narsani? Yuragingni tag-tagidan aytyapsanmi shu narsani? Yozilgan bo'lsa, qayoqqa qochay? Yozilmagan bo'lsa, nimadan qo'rqay? Agar mana shu iymon sizning qalbingizda bo'lsa, siz baxtli insonsiz. Pulingiz qanchaligi muhim emas bu yerda. Oyatni o'qiymiz. Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, bas uning uchun tanglik hayoti bo'lar va biz uni qiyomat kunida ko'r holda tiriltirurmiz. Mana endi dunyoda tang hayot kechirib, ezilib, bo'g'ilib, pachag'i chiqib yashagan odam qiyomat kunida ko'r bo'lib tirilib turib aytadiki: "Qola robbi lima hashartani a'ma va qad kuntu basira." Parvardigor, nimaga meni ko'r qilib tiriltirding? Men ko'rardim-ku dunyoda. Alloh javob beradi. Qola kadalika atatka ayatuna fanasitaha va kadalika al-yawma tunsa. Alloh aytdi. Shunday. Biz senga bizning oyat mo'jizalarimiz kelganida ularni unutding. Bugun sen ham ana shunday unutilursan. Allohni unutuvdi, Alloh ham qiyomatni unutib qo'ydi. Alloh aytayapti davomida: haddan oshgan va Parvardigorining oyatlariga iymon keltirmagan kimsalarni mana shunday jazolaymiz. Dunyoda tang hayotni beramiz. Oxirat azobi esa shak shubhasiz qattiqroq va uzunroqdir. Xulosalaylik. Demak, iymon bu hayot. Iymon bu hayot. Hayot bu iymon. Iymoni yo'q odamning hayoti hayot emas. Iymonsiz odamlarning hayotini Alloh taolo hayvonlarning hayotiga o'xshatyapti. Kim Allohni eslatmasidan, dinidan, shariatdan yuz o'girsa, uni bu dunyodagi hayoti tang bo'ladi. Muhim emas puli qanchaligi. Qalbdagi g'amni, qayg'uni, iztirobni, xavotirni faqat va faqat iymon ketkiza oladi. Birodarlar, nafsni faqat iymon poklaydi. Iymon xursand qiladi. Iymonsiz hayotda ta'mi yo'q. Faqat inson hayotda iymoni bilan saodat topadi. Xulosa, haqiqiy saodatni topish uchun insonga iymon kerak. Agar inson Allohni tanimasa, iymon keltirmasa, Rob deb bilmasa, dunyoni mashaqqatlari, kishanlari, zulmat, falokatlardan qutulishni yagona yo'l birodarlar, o'zini qatl qilish deb tushunadi. Shayton keladida, qarz bo'lib qoldi, o'zingni o'ldirsang qutulasan deydi. Bir tuhmatga qoldi, bo'xtonga qoldi, musibatga qoldi. Xullas, boshiga bir sinov kelganda, shat o'ldirib olsang qutulasan deydi. Inson Robbisini tanimasa, iymon keltirmagan bo'lsa, uni hayotida ustiga kelayotgan mashaqqatlar, zulmatlar, falokatlardan qutulishni bitta yo'li bor, o'zini qatl qilish deb biladi. Shuning uchun qaranglarda, mana shu suitsid deyiladi, inson o'zini o'zi qatl qilishi. Mana shu statistikani qaraydigan bo'lsangiz, birinchi o'rinlarda ana shu g'arb mamlakatlari turadi. Musulmon mamlakatlarda qarasangiz, oxirida turadi. Endi ana shu birinchi o'rinda turgan g'arb mamlakatlarining ichida ham Skandinaviya o'lkalari turadi. Yevropani turmush tarzi balandmi? Ana shu Yevropaning o'zini hisob-kitobi bo'yicha ham, o'lchovi bo'yicha ham o'sha Shvetsiya, Finlandiya, Norvegiyalar eng boy mamlakat hisoblanadi. Bekarchilari 700 ming dollardan pasobiya oladi. Zo'r ekan-a? O'sha borgan ukalarimiz aytib bergan, magazinga kirib shokolad ochib yesangiz, qonni ochib desangiz pul olmas ekan. Zo'r ekanmi? Yeb yesiz indamas ekan. Shu darajada zo'r. Endi mana shunaqa turmush tarzi baland bo'lgan shu yurtlarda o'zini o'zi o'ldirganlarning soni boshqa mamlakatlardan ancha baland. Demak, birodarlar, saodat bu magazinda to'ldiriligi-yu, oylikning kattaligi emas. Iymon ekan. Iymon ekan. Iymon hayotdir. Hayot iymondir. Iymonsiz hayot baxtsizlikni naq o'zi. Allohning manhajidan chiqib ketgan dinsizlar
doim mehnat, mashaqqat ostida bo'ladi. Qo'rquv, vahima soyasida bo'ladi. Tushkunlik va umidsizlik soyasida umr kechiradi. Ular hammani shunaqa deb o'ylashadi hayotini. Hayotni shundan iborat deb bilishadi. Alloh taolo aytadi ular haqida. Astagfirullah. Va nuqallibu afidatahum va absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra va nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Xuddi avval boshda iymon keltirmaganlari kabi dil va ko'zlarini aylantirib qo'yurmiz va o'z tug'yonlarida adashib, uloqib yurgan hollarida tark qilurmiz. Shuning uchun birodarlar, bu olam uchun Allohdan o'zga iloh yo'q ekanligiga iymon keltirish vaqti keldi. Asrlar davomida orttirilgan mashaqqatli va uzoq tajribalardan keyin aql sanamlarning xurofot ekanini, ateizmni yolg'on ekanini tan olish vaqti keldi. Anbiyolar to'g'ri so'z, Alloh taoloning haq ekanini tan olish vaqti keldi. Mulk-u saltanat faqatgina Allohning ekanini tan olish vaqti keldi. Alloh har narsaga qodir ekanligini tan olish vaqti keldi. Bu olam, bu insoniyat Allohga suyanishligi kerak. Qoida. Seni saodating, xotirjamliging va rohating iymoningni quvvati yoki zaifligiga qarab bo'ladi. Iymoning qancha quvvatli bo'lsa, saodating, xotirjamlik, rohating ham shunchalik quvvatli bo'ladi. Agar zaif bo'lsa, zaif bo'ladi. Mana endi bu oyatning muqobilidagi ikkinchi oyat. Kim meni eslatimdan yuz o'girsa, unga tang hayot bo'ladi. Endi buni muqobilida. Astagfirullah. Man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Erkakmi yo ayolmi, kimda kim mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, bas biz unga pokiza hayot ato eturmiz va ularni o'zlari qilib o'tgan amallaridan chiroyliroq ajr savoblar bilan mukofotlaymiz. Demak, saodat topishlikning eng asosiy sharti Allohga bo'lgan iymon. Bu isbot talab qilmaydigan haqiqat. Ammo Allohga iymon keltirmagan, Allohga ishonmaydigan odamlarga, bunaqa xazinaga ega bo'lmagan odamlarga saodatga olib boradigan har qancha sabablar o'rgatsang ham, har qancha ma'lumotlarni bersang ham, har qancha maslahatni ko'rsatsang ham, ularga buni foydasi bo'lmaydi. Undaylar bu maslahatlardan foyda olib baxtli bo'laman demasin. Chunki yana qaytarib aytamiz, saodatning asosiy sababi Allohga bo'lgan iymon. Saodatning sabablarida dars o'tyapmiz mana. Shu sabablarga biz amal qilamiz, biz saodat topamiz. Inshaalloh, chunki iymonimiz bor. Endi xuddi shu sabablarni iymoni yo'q odam qilsin, unga asqatmaydi. Chunki bu sabablar iymoni bor odamlar uchungina ishlaydi. Demak, saodatning sharti Allohni Rob deb tan olish, Muhammad alayhisolamni payg'ambarim deb tan olish, islomni dinim deb tan olishlik. Erkakmi yo ayolmi, kimda kim mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, bas biz unga pokiza hayotni ato etamiz. Demak, inson Alloh va'da qilgan mukofotga erishishlik uchun ikkita narsa kerak bo'lyapti. Birinchisi iymon, ikkinchisi solih amal. Innal ladina amanu va amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Albatta iymon keltirib, yaxshi amallar qilgan zotlar uchun Rahmon do'stlikni barqaror qilur. Iymon bo'lsin, amal bo'lsin. Lahumul bushro fil hayati dunya va fil axira. Ular uchun dunyo hayotida ham, oxiratda ham xushxabar bordir. Hayot bu iymon degani. Iymon degani bu hayot degani. Pokiza hayot kimda bo'ladi? Iymonli odamlarda. Allohni yakkaligiga iymon keltirgan, Robbisining va'dasiga aniq ishongan, qalblari Parvardigoriga muhabbatli bo'lgan, adashish va aynishdan pok bo'lgan insonlarda bo'ladi. Mana shu sifatlarga ega odamlar falokat vaqtida xotirjam bo'ladi, qazo oldida qalblari sokin bo'ladi, qadarga, taqdirga rozi bo'lishadi. Binobarin saodatli bo'lishadi. Shuning uchun ular baxtli bo'lishadi. Shuning uchun ular yuqoridagi oyatda aytilgan pokiza hayotga erishishadi. Chunki ular Allohni Rob deb, islomni din deb, Muhammad alayhisalomni o'zining nabiysi va rasuli deb rozi bo'lishdir. 16-sabab
hayot iymon. Iymon hayot demakdir. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum.